Bugungi ko'rsatuvimizda tarixdagi eng ahmoqona 5 ta xatoning dastidan yo'qotilgan milliardlab dollarlar haqida gaplashamiz. 1962-yil NASA Veneraga 170 million dollarlik raketa uchirdi, lekin u ko'kka ko'tarilib 4 daqiqada havoda portlab ketdi. Aybdorni kim deb o'ylaysiz? Aybdor oddiy kod yozayotgan dasturchi edi. U formulada oddiygina bitta chiziqchani tushirib qoldirganligi sababli kompaniya 170 million dollar zarar ko'rdi. (2005-yil) Tokio birjasi. Trader bitta aksiyani 610 ming yenga sotish kerak edi, lekin u chalkashib ketgan holatda 610 ta aksiyani bitta yenga adashib sotuvga qo'yib yuboradi. Lekin tizim uni birdaniga sotuvga qo'yadi va bu birdaniga 1 yenga sotib olinadi va shu zahoti trader 225 million dollar zarar ko'radi. Stop it. Get some help. 2000-yil Londonda 18 million funtga yangi ko'prik ochildi, lekin odamlar ustiga chiqishi bilan ko'prik xuddi belanchakdek tebrana boshladi. Ma'lum bo'lishicha, dahshatli arxitektorlar loyiha tuzayotganda odamlar ko'prikdan bir varakayiga chiqishini inobatga olishmagan ekan va shu xatoliklar tufayli ko'prikni qayta qurish uchun yana 5 million funt sarflandi. Endi esa tarixdagi eng dabdabali kemani 15 minutda cho'ktirgan qirol haqida gaplashamiz. 1628-yil Shveysariya qiroli Vasa nomli harbiy kema qurdiradi. Ustalar kema og'irlashib ketdi desa ham, qirol unga yana 2 barobar ko'p pushka o'rnattiradi. Natijada kema portdan bor yo'g'i 1 kilometr suzib chiqdi-yu, yengil shamolda ag'darilib 15 minutda cho'kib ketdi. Qirol kibri deb butun bir flot dengiz tubiga cho'kdi. 1867-yil Rossiya Alyaskani foydasiz muzlab yotgan yer deb o'ylaydi va uni AQShga gektarini 4 sentdan jami 7,2 million dollarga sotib yuboradi. Oradan biroz vaqt o'tib esa bu yerdan milliardlab dollarlik oltin va neft topiladi. Bu esa tarixdagi eng arzon kelishuvlardan biri bo'ladi. Xo'sh, sizga bu faktlardan qaysi biri ko'proq yoqdi? Izohlarda albatta javobini yozib qoldiring. Men har bir izohni albatta o'qib, ularga javob yozib chiqaman. Videoga like bosing va Faktopia kanalining rivoji uchun kanalimizga albatta obuna bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha